Birinci bab Vladimir. Paşaxanның atысы Yavuz Bek tinchlikni xohlaydigan, ilm suyar, palvon kishi edi. Anasi Kunchechakning ota-bobollari necha asr qilich to'qmoq ichida yashab, qon kechib yashagan jangxumar odamlar edi. Shu sababdanmi Paşaxon ona tarafning bag'ri qattiqlik, qisoskorlik, jangxumar taraflarini o'ziga tortib qolgan edi. Bu harbiy amaldor Jakov Peryavichning tirik yurganidan Paşaxon akuklarning texi achchig'i yanmagan edi. Aradan necha yil o'tib, bugungi kunga kelganda Paşaxon qo'zg'idagi uzundan beri saqlab kelgan bu g'umni toza bir chiqarib, ukisiga javob qaytarish uchun maqsadini hech kimga bildirmay, bu qitimqi safarga otlangan edi. Paşaxon avtobusda necha kun yo'l yurib, Rossiyaning Moskvaga yetib keldi. U yataqqa tushishning oldida chach yasaydigan do'konga kirib, o'zining qora chechini qizg'uch seriq rangda bo'yitib, kiyim do'konidan rus yigitlariga xos kiyimlarni setib olib almashtirdi. Paşaxon garchi 16 yoshga kirgan bola bo'lsa-mu, kuch mashqini ta hozirgacha davomlashtirib kelganligi uchun uning bo'y basti otasini tortqashqimikin, ba'ayni 20 yoshli yigitning o'zi bo'lib qolgan edi. Qash ko'z ham chiroyda bu iqlimda bundoq kelishgan qurg'uydek yigitdan yana bir tepilmas desa, hargiz ortiqchilik qilmaydi. U ruslarga moda bo'lgan kiyimlarni kiyib, chechini seriq bo'yitish bilan sepi o'zidan noyit kelishgan bir rus yigitga aylandi. Bir ko'rgan kishi uning turkman ekanligini qat'iy bilolmaydi. U Qizil maydon atrofidagi yaxshi bir mehmonxonaga tushib, o'zining plani bo'yicha ishga kirishib ketdi. U oldi bilan Ostonada qo'lga tushirgan adres bo'yicha Haydar Oltiqulning qotili harbiy amaldor Jakov Peryavich apandining shaxsiy turalg'isini izlab topdi. Bu kunlarda Jakov general Moskva shahridagi ma'lum bir harbiy qismning bosh shtabiga yaqinroq joydagi hashamatlik bir dachada o'ltirib. Dachining darvozasi bevosita cho'ng yo'lga qaraydigan bo'lib, darvoza tubida maxsus bir harbiy qorovul chekitdak midirlamay post turadi. Demak, general odatiy kishilardan emas edi. Paşaxon uning dachisining oldidagi cho'ng yo'lning bo'yida marojni sotadigan rus bo'y bilan paranglashib chiqishib qoldi. Uningdan Jakov Peryavichning ahvolini egallab baxdi. Bu general bo'sh odam emas. Anglasak u Stalin bilan bevosita ko'rishalaydi ekan. Kirmil sarayga uyga kirganda kirib chiqarmish. U doim mashinada o'ltirg'ashqa biz muta hozirgacha uning chiroyini ko'rib baxmadik. Uning xonimini anda-sonda ko'rib turmiz. Har chorshanba kuni uning xonimini maxsus harbiy mashina bozorga olib mangdi. Xonim har qitim amroq itini sag'itish uchun mashinaga chiqmay itini yetilab mangdi. Mashina uning keynidan agishib, xeli bir yerlargacha mangdi. Biz mush chog'da uni ko'ra olamiz. Paşaxon ishlarning bakla murakkablashib ketganligini his qilib, Ostonada nimishqa baldurroq qo'l solmaganligiga pushaymon qildi. Lekin u jahil edi. Ukisining oldiga quruq qo'l berishni asla xohlamaydi. Shun u kallasiga yangi bir planni tuzib chiqdi. Paşaxon udul avod ko'chalarining biriga berib, gizit sotadigan ushoq bolalarni izladi. Chunki u bolalarning qanchalik chaqqonligini obdan biladi. Birdamning ichida bir bola gizit ko'tarib kelib tovlab setishga boshladi. Gizit sotaman, gizit, Gitlerga yana qayta tirilibdi. 9 yoshlardagi bola qarmoqqa bakli chaqqan, bakli hayyarda ko'rinadi. "Hey gizitchi, akila gizitingni", dedi Paşaxon unlik ovozda bolaning harrapligiga qoyil bo'lgandek. "Ha, mana bayaka", dedi bola yugurib uning oldiga kelib. "Necha poch olsiz?" "Hammani olaman." "Aka, dadangizning portmalidan o'g'irlagan pulning hammasi gizit olmoqchimisiz?" dedi bola Paşaxonga chaqchaq qilib. "Sotamsan yo'q", dedi Paşaxon samimiylik bilan.
Dadınız pulning hammasini tugitibsan deb toza salmasin. Mening karim yo'q amsa, dedi bala qo'lidagi gizi salgan bo'xchini uningga tanglab. Pashaxon balani ko'chaning bir chetiga tortib, "Rasuli pul topqing bormi?" deb so'radi. "Ha, aka, pul topqim bor. Amsa menga bir ishda yordam qil. Bu zakolat puli." Pashaxon yanchiqidagi cho'ng so'mlik puldan birini sug'urib elib balaga sundi. Bala qo'lidagi hamma gazitni sotgan taqdirdami bunchalik pulga sotolmaydi. Balaning ko'zlari yo'g'inab, pulni kappida elib so'radi. "Nima ishdi, aka?" "Menga xoli bir joyni tepib deyishayli." Pashaxon balani agashtirib, generalning dachisi oldiga yaqinlashdi. "Av dachini ko'rdingmi?" "Generalning dachisiga u." "Shundoq, uning xonimining bir e'tiborli iti bor. Uni ko'rganmisan?" "Albatta, necha qitim ko'rgan." "U it aslida singlimning iti edi. Boshqalar o'g'irlab bu generalga setib etibdi ekan. General katta amaldor bo'lg'achqa ig'iz ocholmadik. Singlim og'ir og'rib qoldi. Uning itini bakli ko'rgisi bor. Shu itni o'g'irlab bera olasanmi?" "Shu ishmidi aka, qancha pul bersan?" Bala nihoyat ishonch bilan gap qilyotdi. Pashaxon uning so'zidan kulib ketdi. "Qo'lingdagi puldan 5 tal bersam qandoq?" "Meni oldimang, sizda unchalik pul nima qilsin?" dedi bala qapig'ini turib. "Oldimidim, mana qara." Pashaxon yanchiqidagi pulning hammani elib balaga ko'rsatdi. "Navoda ishni o'ngishli qila olsang, yana 5 tal qaytib beraman. Ishonmasang, bu ikki parchasini oldin berib turay." Pashaxon yanchiqidagi bir bog'lam puldan 2 talni ayirib elib balaga sundi. Bala pulni kunning nuriga tutib beqib kulgunicha qo'yniga soldi. "Chatoq yo'q, aka. Ati tushda malni qo'lingizga yetkazaman. Qayerda ko'rishimiz?" "Bayqi giz sotgan yerda ko'rishayli. Yandagi kichik ko'chada bo'lsin. Lekin bu qat'iy maxfiyatlik, bildingmi?" "Bildim. U dachining vo'ylatimi bak egiz. Sim tikanlar qoplangan. Lekin mening amalim bor. Faqat siz gapingizda tursingizlar." "Chatoq yo'q, gapimiz gap. Yana bir ish bordi sendan so'raydigan." "Nima ishdi, boy aka?" "Heliqida qizlar bor ko'cha, bu yerga yiroqmi?" Bala kulib ketdi. "Hey aka, u yer siz bordigan yer emas-chumi?" "Yo'q, men bormayman. Anglasam, ba'zi dorilarni shu yerdan topqili bo'larmish. Tag'amga lozimken shuni so'rdim." "Ha, bilaman. Undaq dori faqat shundoq ko'chalardan chiqadi. Nashidan boshlab Apyongacha hammasi bor. Yuring, men sizni ko'rsatib qo'yay." Gezi sotadigan bala Pashaxonni agashtirib,Ovat ko'chalarining ichidagi bir kichik ko'chaga boshlab bir do'konni ko'rsatib qo'yib ketib qoldi. Pashaxon do'kondordan udul gap so'radi. "Anglasam, yaqinda bir xil dori paydo bo'libdi ekan. Shuningdan sizda bormidi?" "Menda har xili bor. Sen qandoq lozimdi?" deb so'radi yashalgan rus ayol Pashaxonga qarab. "Ayollar ichidig'ini kerakdi", dedi Pashaxon do'kondorning chiroyiga qaramay. "Menda ikki xili bor. Biri davlatimizda ishlangani, yana biri Yevropadan akirgani. Bu bek qimmat, ammo unumi yaxshi." "Bo'pti, eng yaxshisidan 3 qatimga yetkudek bering." "Bu bir tamsiz parashuk narsa. Buni ichadigan choyga solsaqmi, vodkaga solsaqmi qat'iy bilinashmaydi. Faqat 5 minut o'tmay u sening o'ljanga aylandi." Do'kondor ayol sigaretni sho'rig'inicha sat kuldi. Pashaxon uning deganini berib, dorini olgandan keyin darhol bu ifloslik qaynagan ko'chadan qaytib keldi. Ertasi atiganda general odati bo'yicha mashina bilan ishga ketgandan keyin dachining darvoza oldiga yaqinroq yerda ikki bola bir to'pni talishib, urushib ketdi. Yoshda cho'ngroq bir bola o'zidan kichik bir bolani bo'zaq qilib, uning to'pini tortib olgan edi.
Kichik bola yig'lab ketgunicha birdamda aksini boshlab akeldi. Jidal cho'ngaydi. Bo'zak bo'lgan balaning aksi hayt-huyt degicha uksining to'pini elib olgan balani ostiga besib raza soldi. Tayoq yegan balaning burnidan chiqqan qon uning yuzining hamma yeriga suvilib, chiroyi to'nuqsiz bo'lib ketgan edi. Darvoza oldidagi atadan beri bu jidalni boshdan oxir ko'rib turgan qorovul askar oxiri toqat qila olmay yugurib berib, balalarni silkishlab ayirib etdi. Aslida bu ishlarning hammasini gizitchi bola o'rinlashtirgan bo'lib, qorovul darvoza tubidan ayrilgan dal mush paytda gizitchi bola g'ippida darvozadan kirib ketdi. U yeşillik qaplagan gulliklarning orasidagi chig'ir yo'llardan mengib o'tib, hashamatlik uyning cho'ng zalidagi aynak derazalardan zalning ichiga qaradi. Zalda rastli bir tal pax-pax kuchuk o'ynab turadi. Uningga yaqinroq bir yerda bir uy xizmatchisi mengib yurib, bir ishlarni qilyotdi. Bola birdam saqlab qarab turdi. Uy xizmatchisi yandagi bir uyga kirib ketganda, bola darhol fursatni g'animat bilib, zalning eshigini ochib, qo'lidagi bir parcha xom go'shtni pax-pax itga tanglab, pastroq ovozda isqirtdi. Umoq it bolaning oldiga yugurib keldi. Bola itni ko'tiribla darvoza tarafga qarab yo'l oldi. Pax-pax küçük budachidan chiqqaniga xo'sh bo'lgandek, quyruqni shipang'ishtib, uning quchqida g'ing qilmay yotadi. Darvoza oldidagi qorovul jidalni ayirib etib, o'rniga kelib turdi. Heliqi bolalardan burni qanigan balamo darhol uyga ketdi. Akuka ikki bola bo'lsa, jidal chiqqan yerdan ketmay, hali ham top o'ynayotdi. Mush tapda eliqi tayoq yegan bola yo'lning u chetidagi eriqning bo'yida mukib turib, gizitchi balani zan selib ko'zlayotdi. Gizitchi bola itni ko'tarib chiqib, qorovulning ko'rib qolmasligi uchun darvozaga yaqin yerda mukib turdi. Eliqi bola uning chiqqanligini ko'rgandan keyin o'rindan dast turib, oldin ola deyishib olgani bo'yicha uzun bir gal pichoqni ko'tarib, yana ikki bolaning oldiga qaytadan jidallashgili keldi. Akuka ikkalan pichoqdan qo'rqib, qorovulning qeshig'iga berib oldi. Pichoq ko'tarib olgan bola hozirla Akuka ikkisini o'ldirib yetadigandak alpazda bolalarga o'zini atdi. Qorovul askar ularni nihoyat tezda ajratdi. Gizit sotadigan bola bu fursatdan foydalanib, quchog'idagi umoq itni ko'targuncha darvozaning kichik eshigidan yana bemalol chiqib oldi. Pashaxon gizitchi bola bilan deyishgan joyda dal vaqtida malni qo'liga topshirib elib, balani obdan rozi qildi. Bola umrida bundaq jiq pulni ko'rib baxmag'achqa, Pashaxonning yenib olishidan qo'rqib, pulni elibla darhol tikib etdi. Generalning xonimi 40 yoshlarning qarsini olgan chiroyli ayol edi. Ularning ikki qizi bo'lib, cho'ngi 17 yoshlarda, kichiki 15larda edi. Ularning har ikkilisi Amerikadagi bir yotoqliq maktabda o'qiydi. General atidan kashkichi xizmat ishi bilan aldirash yurgachga, xonim bu pax-pax it bilan kun bo'yi birga o'tadi. Shu sababdanmi u bu itni jenidan aziz ko'radi. Xizmatchilar itni izlab dachining bulung pushqoqlarini qoldirmay aqtirib baqdi. Xonimning gelidan tamoqni o'tmadi. General maxsus odam tashkillab, ko'ch-ko'ylargacha izlab baqdi. It tepilmadi. 3 kungacha xonim sarangdak bo'lib, yostiqdan beshini ko'tarmay yig'ilganchilik qildi. 4-kun saharda xonim hujrasida umoq itini o'ylab o'ltirganda, tuyuqsiz uy xizmatchisi kulgunicha yugurib kirib, xonimga xush xabar yetkazdi. Xonim, Oqmarjon tepildi. Nima dedim? Oqmarjon, u hayotmikan? Xonim xush bo'lganidan o'rnidan turib, xizmatchining oldiga keldi. U qani, nada? Uni bir yigit gullikda tutib turdi, deb xizmatchi aldirab xonimni elib mangdi. Xonim gullikda burti amni xat tortgan chiroyli bir yigitning Oqmarjonni quchog'ida tutib turganligini ko'rib, xushalligidan tovlib etdi. Oqmarjonmi xonimga bakli amroq bo'lg'achqa, xonimning ovozini anglab, Pashaxonning quchog'idan sakrab tushib, o'zini xonimga atdi.
Xanım ko'zlariga yosh elib, Oqmarjonni quchoqlab so'yib ketdi. Birdamlik ana balaning qizg'in ko'rishidan keyin xanım yigitga rahmatini bildirib, uningdan ahvol so'radi. Sizga nima deb rahmat aytsam bo'lar, yigit? Oqmarjon sizga qandoq bo'lib uchrab qoldi? Dedi xanım Pashaxonga qo'lini sunib, uning bilan ko'rishgach. Tönügün ko'chada ketvatsam, qeyri bir araqkash buni olg'in deb turib oldi. Pulusini so'rsam, osmonda gap qildi. Qarasam, bu it shundoq o'moqkan. Uningga ichim og'rib, yenimda bor pulning hammini chiqarib, uni setib olgan edim. Atiganda bo'yniga zanjir selib yo'lda yetilab mengatsam, Oqmarjon o'zi mush tarafga mengib, meni bu yerga boshlab keldi, dedi Pashaxon optopdek kulib turib, yolg'onni rostdek qilib. Yuring, uyga kirayli. Siz meni ajoyib xush qilyaptingiz. Sizni nima deb atayman, yigit? Xanım Pashaxonning qo'lidan tortib, uni zalga boshladi. İsmim Vladimir Sirovich. Vladimir deb atavering, dedi Pashaxon zaldagi yumshoq safada tortinib o'ltirgan oldi. Uy xizmatchisi ayol angacha choy ko'tarib chiqib, ularning yanida taq bo'lib turdi. Qani, men sizga o'z qo'lim bilan choy tutay, Vladimir. Siz qayerda tursiz? Nima kasb qilasiz? Xanım Pashaxonga nihoyat qiziqqan holda uningga qizg'in muomala qilyotdi. Men yirik sahrodan ish izlab kelgan xonim. Shaharda bir tog'am bor edi, dedi Pashaxon bechora qiyofatda xonimning o'ziga yistashligini qo'zg'ash uchun. U katta bir boyning dachisida menga uy xizmatchilik tepibdi ekan. Lekin u yerda ishligisi borlar, men yolg'iz emaskanman. Bu yerga tizimlatganlardan 5-6 bor o'xshaymiz. Endi oldimizdagi oyda hammamizdan amaliyotdan imtihon oldigan o'xshaydi. Hey, sizdek bir yigit uy xizmatchiligiga zoya ketsiz emasmi? Dedi xonım Pashaxonning kelishgan bo'ybasti ham chiroyiga qarab ich og'irdi. Men sizni bu yerga olib qolay desam, yo'lishim harbiy amaldor bo'lg'ashqa, bizning uyga kelgan xizmatchini boshliqtab o'zi tekshirib, o'zi taqsimlaydi ekan. Bo'lmasa, yaqinlarimga deb sizga boshqa bir ish tepib beraymi? Rahmat xonim. Dadam bekli joyli odam. U mu uy xizmatchisi edi. Mush ishni qilmasang bo'lmaydi deb turib oldi. Endi qanday qilamiz? Dedi xonim tanglik tortgan oldi. Navoda xonimga ig'ir kelmasa, bir talbim bor edi, aytsam bo'larmi? Davring, dedi xonim kulib turib Pashaxonni qo'llab. Navoda ma'qul ko'rsangiz, dachingizga kunda atigan kelib, uy xizmatchilaridan ba'zi qoida usullarni o'rganib olgan bo'lsam. 2 hafta ichida nurg'un narsalarni bilib olaydim. U chaqda ularning dachisiga kirib ishlashimga gap ketmaydi. Sizningcha bularmi xonim? Bu oson gapkan. Shundaqdimi men bu ishni generalning samiga bir sep qo'yay. Attiganda u ishga mengishdan burun bu yerga kelib bo'ling. Sizga cho'qim yaxshi javob qaytarman. Pashaxon xonimga rahmatini bildirib, o'rnidan turdi. Xonim yandagi sumkadan bir qizil portmalni elib echib, ichidan bir tutam pulni sug'urib Pashaxonga tangladi. Pashaxon odamgarchilik qilib pulni og'ili unmadi. Xonim johillik bilan uning qo'liga bu pullarni tutqizib, olmasa xafa bo'lib qoldiganligini aytdi. Pashaxon pullarni tasta olgan bo'lib, xonim bilan xo'shlashib, dachadan chiqib ketdi. Ertasi saharda Pashaxon dachining oldiga kelib, qarovul askarga ahvolni aytdi. Qarovulning buningdan xabar bor edi. U Pashaxonni kirgizib etdi. Pashaxon gullikda xonimning xabarini kutib turadi. Shu topda hayvatlik harbiy formalarni kiygan Haydar Oltiqo'lning qotili Turkmanistonni ochiq oshkora bulang-talang qilgan qaroqchilarning biri bo'lgan general Gergerovich xizmat sumkasini ko'targanicha aldirash chiqib keldi. U eshik tugiga chiqib, gullikda saqlab turgan Pashaxonni ko'rib, xonimini chaqirdi.
mush yigit şumu? Dedi general xonimga podshohani mansitmaslik bilan ko'rsatib turib. Ha, mushi shu, dedi xonim eriga qarab kulib. Bu yoqqa kel yigit, dedi general mug'ambarlik bilan podshohani yeniq chaqirib. Podshohon yugurib ularning oldiga keldi. Sen ailemizga zo'r xizmat ko'rsatding. Qoida bo'yicha bizning turalg'imizga bizning tuqqanlarimizmi kirolmaydi. Xonimimning hurmati uchun seni 2 hafta bu yerda ep qolayli. Ko'zingni echib ol, deb so'g'ib kuldi general mang'inicha. Rahmat sizga general, dedi podshohonmi xush bo'lgan qiyofatda. Shunda qilib podshohon uy xizmatchisiga yordamlashib, qo'liga yumshoq praktika o'quvchi bo'lib ishga tushib ketdi. U uy ishlarini qilish jarayonida xonim bilan muңlashib o'ltirdi. General o'zi sirtda to'la o'ynab yuradigan axloqsiz kishi bo'lg'achqa, xonimi bilan birdan paranglashib o'ltirishga mayli yo'q edi. Bechora xonim barliq dardini ichida saqlab yuradi. Xonim podshohon bilan paranglash jarayonida uningga ishini to'kib, uning bilan paranglashib, nihoyat ejil bo'lib ketdi. Çarşamba günü səhərdə podshohon generalni yo'lga selib qo'yib, zalga amdi kirib o'ltirishi, to'liq qurollangan bir harbiy yigit zalga kirib keldi. Podshohon uning xonimini qo'g'dab sirtqa chiqadigan harbiy shofir ekanligini obdan biladi. Podshohon oshxona uydan bir istakan qiziq choyni elib chiqib, harbiy yigitga tutdi. Yigit 30larning qarsini olgan, qarmoqqa nihoyat takabbur harbiy edi. O podshohonning bakli qamlashgan bola ekanligini ko'rib, qasdan uning chayini olmadi. Podshohon miyig'ida kulib qo'yib, chayni uning oldida qo'yib, yonidagi bir istakan asal aralashtirilgan sutni elib, xonimning hujrasining eshigini yenik chekdi. Xonim uning kirishiga ruxsat qildi. Podshohon kirib, patnus bilan sutni xonimga tanglab turib, shofir yigitning saqlab qolganligini aytdi. Xonim sutini pak-pakiz ichib etgandan keyin chechini tuzashtirishga boshladi. Ardın necha minut o'tmay darvaqa sutga aralashtirilgan dora unumini ko'rsatishga boshladi. Podshohon buni sezib, chandurmay eshikdan sug'urilib chiqib, shofir yigitning oldiga berib, uni xonimning chaqirganligini aytdi. U udul xonimning hujrasining oldiga berib, eshikni chekdi. Xonim uning kirishiga ruxsat berdi. İşlar podshohonning planidagidek o'ngishli ketib beryotdi. Yana bir chorshanba yetib keldi. Bu podshohonga nisbatan eng oxirgi ham eng muhim kun edi. General yanada odatdagidek ish qilmadi. Lekin u bu qatim xizmat sumkasining o'rniga uyidagi tomga o'rnatilgan cho'ng bexatar sandiqidan 4 atrofi temirdan yasalgan kichik temir chamdonni elib mengayotdi. Uning bu kichik temir chamdonni sol qo'lga ko'z bilan chetvelib mang'indan qaraganda, chamdonda oltindimi atva qandaqdir bir boyliq bordek qiladi. General cho'ng darvoza oldiga chiqishi, haliqi mug'ambar shofir yigit general bilan salomlashib, gullikdan kirib kelyotdi. Podshohon yanchiq soatiga qaradi. General yarım soatdan keyin o'zining shtabdagi ishxonasiga bora oladi. Shofir yigit zalga kirib, udul xonimning hujrasiga kirmoqchi bo'ldi. Chunki ular oldingi chorshanba kuni bozorda shundoq kutish bo'lgan edi. Xonim sizni birdam gullikda turib tursin, men chaqirganda kelsin deydi, dedi podshohon o'yildagi gullikda shofirning oldini to'sib. Shofir bu so'zni anglab, uning gapiga ishonib, qadamini to'xtatib, gullikda saqlashga boshladi. Podshohon qadamini ittik elib, oshxonaga kirgandan keyin ilgirgidek sut bilan hasalni tayyor qilib taq qildi. Ondan soatiga qarashga boshladi. Podshohonning yuragi mushtabda soatning sekund strelkasidan tez selyotdi. 10 minut, 20 minut, 30 minut. General Alahazal ishxonasiga yetib bordi. Podshohon xonimning ishigini chekib, asal aralashtirilgan sutni xonimga akirib berdi. Xonim sutni gupilditib ichib yetib turib, shofir yigitni chaqirib etishni aytdi. Shofir yigit bu qatim xonimning ishigini chekmayli kirib ketdi.
Paşaxon xonimning hujrasiga yiroq bo'lgan zaldagi telefon trubkasini qo'liga elib, generalning ishxonasining nomerini bosdi. "Vay, general Jakov Peryovichmi? Yo'q, men kotibi. Uning bilan jiddiy ko'rishmoqchi edim. Chaqirib qo'ygan bo'lsangiz", deb qasdan hasirab so'zildi Paşaxon. "Siz kim o?" "Men uning uy xizmatchisi. Tez bo'ling, jiddiy ish chiqib qoldi." Katib nima ish bo'lganligini bilolmay, eshikdan amdila kirgan generalga telefonning trubkasini darhol sundi. "Men Peryovich, nima ish bo'ldi?" "General, bu sizmi? Darhol uyga keling. Men Vladimir. Sizning iliq mayor shopiringiz u qip-qizil sarankan." "Nim dedim? Shopir u nim bo'pti?" deb qaytlab vaqirdi general. General chataq chiqdi. U shopir xonimga tapanchasini tanglab hujrasiga kirib ketdi. General ishxonasiga amdi kelib, qo'lidagi temir chamdonni tex ajratmagan edi. U bu gapni anglab, g'azabdan ishtiniga chiqarib etgidek bo'lib, temir chamdonni qo'lida tutgan peti chaqmoq tezligida mashinasiga chiqib, shopirga dachiga qarab tez haydashni buyruq qildi. Shopir generalning o'ngib ketgan chiroyiga qarab, mashinani ushqandek tez haydadi. General yendigi tapanchasini uyga borguncha necha qitim elib, necha qitim soldi. Generalning nazarida mashina shunchalik asta mengayotgandek bilinayotdi. Mashina 20 minutga qolmay dachining darvozasidan kirib keldi. Paşaxon zalning darisidan o'yligullikida g'azabdan alchanglab kelayotgan generalni ko'rib, yugurgunicha xonimning hujrasiga kirdi. "Xonim, ishchataq general keldi." Kim keldi?" dedi shopir beshini chiqarib. "Ana qarang, general u qo'lida tapancha ko'taryapti." Paşaxon shundoq deb yonga turib berdi. Xonimning hujrasida turib, zalning ishigidan kirgan odamni aniq ko'rgil bo'ladi. Shopir yigit generalning rostilla qo'lida tapancha tutgan peti zalga kirib kelganligini ko'rib, titrashga boshladi. "Hey, mayor, nim titraysiz? Tapanchani darhol batlang. Tez bo'ling, bumiz ulgurmaysiz." Paşaxon shundoq degach, qo'lidagi tapanchani darhol qo'rqib gangrab ketgan shopirga tutqizib qo'ydi. Shopir yigitmi darhol tapanchasini batlab tayyor qildi. General zalning o'tirsidan eshib, xonimning hujrasiga yaqinlab qolgan edi. Paşaxon generalning oldiga yugurib chiqib, qo'lidagi kiyim-kechaklarni generalga ko'rsatdi. "General, mayor u bir sarang ekan. Qo'liga tapanchani elib olib, bechora xonimni qiynab o'ltiray deb qoldi." Paşaxon o'tning ustiga yog' chechib o'tadi. "O itning balasi, seni qanday qiladi ekanman?" General tapanchasini batlagan peti xonimning eshigini g'azab bilan tepdi. Degandek, shopir qo'lida tapanchasini tutgan peti titrab lag'ildab turadi. General buni ko'rib, arvoyi 40 kez o'rladi. Va tapanchasini shundoq ko'tarishiga qo'rqqan avval mush ko'tarabdi degandek, shopir yigit oldi bilan generalga o'q uzib tashladi. O'q joyiga tegmagan edi. General shopirga qaratib o'q etishga boshladi. Shopir yigitmi o'lchamlik harbiy bo'lg'achqa generalni chanlab qalaymaqan etiverdi. Oshxona uyidagi xizmatchilar xonimning hujrasidan chiqqan qalaymaqan o'q ovozidan yugurishib chiqib, naq maydonni ko'rib, biri shu yerda hushidan ketdi. Yana biri chiyqirab berib, xonimni chin quchoqlab oldi. Yerda general qon qusqunicha jon talishib o'tadi. Shopir yigit bo'lsa, allaqachon miliq-miliq qon ichida ko'zi uchuq ketib bo'lgan edi. Paşaxon ko'zi qonga to'lgan holda oshxona uyidagi go'sht parchalaydigan kichik paltoni ko'tarib, xonimning hujrasiga kirib keldi. Generalning og'zidan texcha to'xtamay qon kelib o'tadi. Endi uning put-qo'lini midirilta olish mumkin emas edi. Shundaqdimi, o'q uning ajallik yeriga tegmagandek qiladi. General bar kuchini yig'ib, ko'zini bo'ltaytgancha Paşaxonga tikilib, bir nimalarni demoqchi bo'ldi. Sen generalning ovozi aralla chiqib o'tadi. Men Haydarbegning do'sti, dedi Paşaxon turkman tilida ochiq kulib turib.
Qaysi Haydarбек? General Türkmenchini pishiq biletdi. Uning ovozi tushib, nafas elishi barg'ansir qiyinlashishga boshladi. Sen Turkmanistonda 2 tal pul uchun etvetgan ilq balachu. Esing keldimi, general? Dedi Pashaxon g'azab bilan uning qo'liga yaqinlab turib. Sana hammani deb beray. Men ashu Haydarбекning do'sti. Sana desam, general, paxta sklatingga o't qo'ygunimi, seni hozir qalga tushirib qo'ygunimi mana men. Buni bilamsan. Jahonda o'zini bir chaqlaydigan generalga bu gap texmi har keldi. U achchiqdan ko'zini ching yumib oldi. Pashaxon minglagan Turkmen xalqining xun qarziga bo'g'ilgan bu qonxo'r harbiyning bundoq oson o'lishini asla xohlamaydi. Shunglashqa Pashaxon generalning yumilgan qiyshiq ko'zini qo'l barmoqlari bilan chimdab turib, majburiy ochdi. Ondan uning qulqiga texmi yaqin kelib turib, ruscha kusurlab aytdi. Paltamga qara. Turkmenlarning qandoqligini amdi ko'rsan. Generalning ko'zlari chekchiyib, Pashaxonning qo'lidagi paltiga tikilganicha uningdan oxirgi qitim bir qo'shiq qinin tilmoqchi bo'lib, bir nimalarni deb baqdi. Lekin g'azabga kelgan palta uning yolvurishlari qaramay havoga texim egiz ko'tarildi. Va g'aj qilgan 3 qitimlik ovozdan keyin generalning qini vujratimiga fontandek chachrab, beshi bir tarafga domlab ketdi. Qo'rqqandan lag'-lag' titirgan ayol mulozim palta bilan chepilgan boshni ko'rib, karvat ustida yotqanning ichiga mukib oldi. Pashaxonning achchig'i texi yonmagandek qiladi. Amdilikda u nishonni o'zgartib, generalning qo'lidagi ko'yziga kuchab urdi. Chunki Pashaxon o'g'ir qaroqchilarning qo'lidagi mundaq chamdonlarning xili yaxshi narsaligini obdan biladi. Temir chamdonmi o'xshashla 3 palti bilan generalning qo'lidan ajirdi. Pashaxon qon ichida yotgan boshsiz gavdiga qarab, miyig'ida kulib qo'ydi. Ondan 2 ko'zi ochiq ketgan generalning it beshiga tikilib turib, kuchab birni tükürdü. Öz vaqtida Haydarбекning ko'zi ochiq ketgan chaqda bir tal sarg'aygan yupurmoq Haydarбекning yuzini mehribonlik va sexiylik bilan yo'g'igan bo'lsa, amdilikda o'chmanlik va qisosga to'lgan Pashaxonning tükürigi bu iflos generalning yuzini la'nat suyi bilan texmisatlashtirgan edi. Pashaxon temir chamdonni elib, dachidan bemalol chiqib ketgandan keyin pinhon bir yer tepib, bu temir chamdonni nihoyat taslikda ochdi. Uning ichidagi pul yoki oltin bo'lmasdan 7-8 tomga besilib pechatlangan bir qog'oz arxiv xaltasi bo'lib chiqdi. Pashaxon uningmi ichini ochib qaradi, uning ichida bir to'p yozma materiallar bo'lib, xatning mazmunidan qaraganda atom bombasiga munosabatli gaplarda qiladi. Pashaxon bu bir zo'r harbiy maxfiyatlik bo'lsa kerak degan o'ylab, materialni arxiv xaltasi bilan belga changtangib, temir chamdonning ichini tosh shag'il bilan to'ldirib, kichik bir ko'lga tashlab cho'ktirib etdi. Ondan bir kichik chach yasaydigan do'kondan maxsus chachdagi bo'yoqni chiqaradigan suvdan bir quti elib, bog'chadagi kichik eqinlarning birida chechini yuyib, bo'yoqlarni chiqarib etdi va asldagi turkman holatiga qaytdi. U qandaqli bo'lmasin, ehtiyot qilish kerak edi. Shunga u Ostonaga qaytishga oldirmay, vaziyatning ahvolini kuzatib boqmoqchi bo'ldi. Atsi Moskvaning ichi zilzilga keldi. Vladimir ismli seriqchash rus yigitning qiyosga asosan sizilgan rasmi ko'ch-ko'chalarga chaplanib, tutib berganlarga beradigan mukofot sommasi kishini hayron qoldiradigan darajada eng yuqori pallaga chiqdi. Moskva tarixdan buyanqi eng jiddiy holatga o'tgan edi. Pashaxon ko'nglida generalning bir jini bu shaharni buncha besaramjon qilishini tayin. Gap mush qo'limdagi materialda bo'lmasin yana deganni g'ilpal o'ylab, materialni bag'riga texmi ching bosdi. U shaharning ko'ch-ko'ylaridagi soqchilarning rus yigitlarini bakrak tekshirayotganligini bilib, ko'ngli bir oz oromga tushgandek bo'ldi. Shuning bilan u chechini kayniga qaratib tarab,
az to'la qatirgandan keyin usti beshini turkmanlarning kiyinishiga texim moslashtirdi. U shahardagi ermak hayvonlarni sotadigan savdo ko'chasidan asti tarafi yog'och taxtaydan, usti va atrofi sim to'rdan yasalgan bir dona qafas va bir paxpax kuchukni sotib oldi. U yog'ochlarning yeniga berib, cho'ng kichikligi qafasning ostidagi taxtay bilan o'xshash bo'lgan yog'och taxtaydan 3 parchani tildirib, naq maydonda ularga 2 parcha taxtayning o'tirsini yenidagi materialning cho'ngligida haridab o'yib elib atqizdi. Paşaxon bu narsalarni ko'tarib, pinhon bir joyni topgandan keyin material yeziqlarining ho'l narsalarning tegi buzilib ketmaslik uchun qat-qat plastir xalta bilan mahkam o'rab chiqdi. Ondan heliqi o'ttirsa o'yilgan 2 parcha taxtini qafasning ostidagi taxtining keyni yuziga mix bilan chapladi. O'ttirdagi kavak yerga qo'lidagi materialni selib dal keltirgandan keyin yuzini yana bir parcha taxti bilan yepib, mix bilan yana mahkam chaplab etdi. Shundoq qilib u paxpax kuchukni qafasga solib, shaharning ko'chalarida bemalol mang'inicha Ostonaga qatnaydigan uzun yo'lliq bekatga yetib keldi. Bekatning ichi to'saq-to'saq saqchi deganlarga to'shib ketgan edi. Saqchilar Paşaxonning yenini tafsili aqtirgandan keyin uni o'tkazib etdi. Qafasdagi kuchuk bilan ularning ancha kori bo'lmadi. Saqchilar faqat rus yigitlarini yalang'ochlaganchilik qilib qattiq tekshirib atadi. Paşaxon xotirjam holda qafasdagi kuchugi bilan avtobusga chiqib, Turkmanistonning Ostona shahriga qarab mengib ketdi. Avtobus har qaysi viloyat shaharlardan o'tganda yo'llardagi tekshirish chozalaridagi saqchilar yo'lovchilarni mashinadan qayta tushirib, somka, xaltalarni ochqizib, nihoyat tafsili tekshirdi. Har qatimliq tekshirishda umoq pista saqchilarning o'tkilidan bemalol o'tib ketyotdi.